Assalomu alaykum, mana bizning hurmatli obunachilarimiz 2026-yil 23-aprel sanasida mana mollarimizni syomka qilish jarayoni bo'lyapti. Xudo xolasa mana 8 ta ona bola sigirdi. 200 million so'm deyapmiz. Bonusiga mana buzoqni qo'shib beramiz aksiyaga, bonusga 8 ta olgan odamga buzoqcha tekin aksiya. Xudo xolasa polon mollar narxi bilan tanishtiring. Bu ikkinchi qorin aka. Ikkinchi balasi. 6 ta 7 ta sut berib turibdi. Yosh mol, hammasi bari yosh. Birorta qari yo'q aka. Narxi nechi pul buni? 25 million so'm aka. 25 million so'm. Kelishtirib beramiz. Yana o'taman, xayr barakasi. Bolasi erkak urg'ochi. Urg'ochi aka. Urg'ochi, ikkinchi balasi mana bir haftalik. Mana bu sigirimizning bo'ylari mana xudo xolasa mana yerdan mana o'lchaganlarga bir o'ylaydi-ku, mana uyimga borib kartof qoldi, mayda bo'lib qoldi deydi. Shularga ko'rsatdim. mana 1.30-35 chiqyapti bo'yi. Buni nechta suti bor? Shu aka bu. Buni nechta suti bor? 10 ta beryapti aka. 8 ta 10 ta beryapti. Tepmaydi. Xohlamaydi, savolarni oling aka. Yuvosh. Aka qimirdamaydi. U mayda katta u. 4 ta suskasi ham ishlaydi mana. Aka odam tanlamaydi aka. 4 kunlik balasi. Bolasi 4 kunlik. Ikkinchi qorin. Ikkinchi balasi. Ikkinchi balasi. Buni narxi nechi? 29 million so'm aka. 29 million so'm deydi. Biz kelishtirib beramiz. Xayr barakasiga o'taman aka. Xo'sh bo'lsin mana. Bunisi ham ikkinchi qorin aka. Buni ham 29 million so'm aka. Aksiya qiladi deydi. Mana aksiya aka. Bu gibrid bolasi 5 kunlik aka. 5 kunlik. Ikkinchi qorin aka, yoshmi? Nechta sutga garantiya bunisi? Buniki ham 8 ta aka. 10 ta suti 8 ta sutga garantiya. Yuvoshgina tepmaydi ekan. Narxi qancha edi? 28 million so'm aka. 28 million so'm dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Bu sigirimiz nechi pul? 3-qorin aka. Zoy erkak. Savolarni oling aka. 25 million so'm aka. 25 million so'm deyapmiz, kelishtirib beramiz. Nechinchi bolasi? 3-qorin aka. 3-bolasi ekan. Ketmasligiga hamma tarafiga kafolat bor aka. Bolasini bir ko'rsating bolasini. Bolasi mana shu erkak aka. Bolasi mana erkak 4 ko'kkishi. kunlik. 4 kunlik. Ko'kkishi zo'rmi? Bu sigirimiz nechi pul aka? Aka buni 26 million so'm deyapti. Birinchi qorin aka. Simental yapsiz, buni simental emasmi? Gibrid deyiladi endi bu. Bolasi erkak. Urg'ochi aka. Urg'ochi. Nechi kunlik bolasi? Birinchi balasi aka. 6 kun bo'ldi buni. Bu nechta sutga garantiya? 8 ta beryapti aka. Savollarni olingda molda aka. 26 million so'm. Xayriga ko'p o'tmay hozir o'tib beraman. Qiziqqanlarga uyga mol qilaman deganlar. Atirgul oling aka. Atirgul nechi pul aka? 25 million so'm. Buni ham xayr barakasi bor aka. Osh. Birinchi qon. 25 million so'm ro'zg'orbob sigir. Bolasi erkak urg'ochi. Urg'ochi aka. Nechi kunlik bolasi? 5 kunlik bizon. 5 kunlik. Bu nechta sutga garantiya? 6 ta beryapti aka birinchi qon. Yosh bo'lsin. Narxi qancha buni? 25 million. 25 million. Shvit ham oling aka. 25 million shvit. O, shvit 25 million so'm. Balasi erkak. Bolasi erkak mana sementalga chatish gibrid ho'kizcha. Nechi kunlik bu bolasi? Savollarni oling aka. Bugun 4-kun o'tdi aka. 4-kun ekan bolasi. Savollarni. Birinchi qorini? Birinchi qorin. Endi tushiryapti aka. Nechta sutga garantiya bu? 7 ta 8 ta beryapti. 6 ta qolaversin aka. Ko'ram. 6 ta sutga garantiya. 4 ta suskasi ham ishlaydi. Bu sigirimiz nechi pul aka? Aksiya deydi. Kecha tuqqan aka. 3-chi qorin aka. Biron joyda biron kamchiligi yo'q. Yiyishi. Bir kunlik ekan buzog'i. Hamma tarafi joy-joyida aka. Mana bolasi. Erkak urg'ochi bir kunlik. Erkak aka. Erkak 20 million so'm yana kami bor aka. 20 million so'm yana kami bor. 6 ta 7 ta suti bor aka. Qiziqqan aka-ukalar 99 lik kodi bilan 3.70446 raqamlariga 88 lik kodi bilan 110 68 88 11. raqamlariga bemalol telefon qilaverasizlar.